Biznes. Qaranglar, zakot man aytganda savdo uchun mo'ljallangan aktivlardan beriladi va asosiy vosita va ijaraga berilgan aktivlardan zakot berilmaydi. Nimaga? Chunki u aktivlar boylik va foyda yaratish orqali iqtisodiyotga hissa qo'shadi, tak. Endi mana qanaqa aktivlardan zakot to'lanadi desanglar, albatta u pul mablag'laridan, kassa, bank va kartochkalardan. Qaysi biznesda depozit bo'lsa, depozitdan, agar foizli bo'lsa, albatta foiz hisoblanmaydi va mijozlarga tegishli debitorlik qarzlari, ya'ni mijozlarning qarzlaridan hisoblanadi. Uni ham aytib o'tamiz. Tovar va xomashyo, berilgan qarzlar va investitsiyalar. Nimadan hisoblanmaydi? Bino va inshootlardan hisoblanmaydi. Foydalanish uchun yoki ijaraga berilgan bo'lsa, asosiy vositalar va uskunalar o'ziniki va ijaraga olingan bo'lsa, ya'ni siz masalan qanaqadir оборудованияni ijaraga oldingiz. Оборудование bu sizni mulkingiz, lekin ijaraga olingan, u ham hisoblanmaydi. Nomoddiy aktivlar. Endi bu ko'pchilikka taalluqli emas. Вот. Endi mana qaranglar, mana bu pul mablag'lari juda ham oson. Siz zakot sanasiga qaraysiz. Biznesingizda, kompaniyangizda qancha pul bo'lgan? Kartochkada, naqd pulda, e, ilovalarda va bank raqamlarida qancha pul bo'lgan sizda? O'shandan nima zakotni hisoblaysiz. Endi bu juda oson. E, Tovar, endi tovarga kelsak. Tovar mana shu yerda murakkablashadi. Ish murakkablashadi bu yerda. Qaranglar. Birinchi man sizlarga tamoyilni tushuntirib beraman. Konsepsiyani tushuntirib beraman. Qaranglar. Tovar bu zaxirada, skladli tovar bu nima? Bu sizni boyligingiz. Tushuntira oldimmi, yo'qmi? Mana ko'chmas mulk sizni boyligingiz, to'g'rimi? Aksiyalar sizni boyligingiz, tilla sizni boyligingiz. Masalan, tillani deylik, qachondir $20 grammini olgan bo'lsangiz, hozir buni grammi $150 bo'lsa, siz qaysi summadan zakot to'laysiz? Menga ayting. $20danmi yoki $150danmi? Agar $150 desangiz, nima uchun unaqa aytasiz? Chunki aytasizki, mani boyligim qancha? Mani boyligim hozir qanaqa? Agar 100 gramm bo'lsa, mani boyligim 100 deylik, $150 grammiga bu $15,000. $15,000. Kstati, tilladan hisoblaganda mana tam bitta narsani aytib o'tmabman. Tilla har xil bo'ladi. Taqinchoqli bo'ladi yoki 3 ta 9 bo'lishi mumkin. 3 ta 9 dan u bozor narxidan hisoblaysiz. Qancha bozorda bo'lsa, kalkulyatorda hammasi avtomatik ravishda qilingan. Lekin o'zingizni taqinchoqlaringiz bo'lsa, unda 585 bo'lishi mumkin, 21 karat bo'lishi mumkin, 750 Pro bo'lishi mumkin. Uni qanaqa narxda hisoblaysiz? Albatta, o'sha internetda olingan bozor narxida emas, chunki bu уже eski ishlatilgan tilla. Uni masalan nima qilishingiz kerak? Yoki lombardga borasiz yoki zargarlik magaziniga borasiz. Aytasiz, mana mashinani man senga sotsam, umuman olganda o'zim tillalarim bor, 585 Pro ga sotsam qanchaga olasan? Aytish mumkin, men $70 ga olaman sendan deyish mumkin. O'sha $70 dan hisoblaysiz. $70 dan hisoblaysiz. 150 dan emas, shu qanchaga sotishingiz mumkin bo'lgan bo'lsa, o'sha narxda hisoblaysiz. Endi tovar ham xuddi shunaqa boylik. Bu biznesmenning boyligi. O'shanga tovarni tan narxidan emas, balkim sotilishi mumkin bo'lgan narxda nima qilish kerak? Hisoblash kerak. Ya'ni zaxira, ombordagi tovar moddiy zaxiralar quyidagilarni o'z ichiga kiritadi. Birinchidan 3 ta narsa bor, tayyor mahsulotlar bor. Ikkinchisi bu tugallanmagan ishlab chiqarish bor, ya'ni незавершенка deydi rus tilida, незавершенное производство deydi, ya'ni hali xomashyo ham emas, hali готов produksiya ham emas. Endi mana qanaqa sexda hali ham tugallanmagan ishlab chiqarish moli hisoblanadi. Va nima? Bu hali ham ishlab chiqarish jarayonida, albatta buxgalteriyada bu hisobga olinadi. Yoki xomashyo bo'lishi mumkin. Xomashyo materialda bo'lishi mumkin yoki yo'lda kelayotgan mahsulotlar bo'lishi mumkin. 4 xil narsa bo'lishi mumkin. Qaranglar. Endi tayyor mahsulotlar o'zingizning omboringizda bo'lishi mumkin yoki mana menga ko'p savollar berishgan, marketplace dan hisoblaymanmi yo'qmi? Albatta hisoblaysiz, chunki marketplace bu просто joy. Uzun bo'ladimi, Wildberries bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Просто joy. Bu sizning mahsulotingiz, bu sizning boyligingiz. O'shanga marketplace'da faqat albatta nimadan hisoblaysiz? Siz o'sha marketplace komissiyalaridan keyin, boshqasidan keyin sizga qancha pul kelishi kerak bo'lganidan hisoblaysiz. Ikkita narsa bor marketplace'da. U sizga ham qarz bor, pullar qarz.
uni ham inobatga olasiz. Chunki u 2 haftadan keyin o'sha pullarni tushirasiz счетingizga. Lekin siz bilasiz qancha tushirishini, o'shandan ham zakot hisoblaysiz и o'sha marketplace-da, o'sha omborda, skladida, o'sha fulfillment centerida turgan mahsulotdan ham zakot hisoblaysiz. Yoki o'zingizni biznesingiz bo'lsa, o'zingizni biznesingizni endi nima qilishingiz kerak? Avvalambor siz qaranglar, bitta narsa aytib o'taman men. Juda ham muhim narsa. O'zim men bizneslarga nima tavsiya beraman? Ramazonda emasda, yil oxirida zakot hisoblash. Nima uchun? Chunki yil oxirida bu katta kompaniyaga tavsiya qilaman men. Katta kompaniyaga. Nima uchun yil oxiriga? Chunki yil oxirida buxgalteriyalar birinchidan inventarizatsiya qiladi. Ya'ni skladda bor, yo'q mahsulotlarni hisob-kitob qiladi. Buxgalteriya bilan faktni solishtiradi. Qanaqadir mahsulotlar bo'lmasligi mumkin. Недостача deydi buni. Yoki qanaqadir mahsulotlar buzilgan bo'lishi mumkin. Уже негодный bo'lishi mumkin. Ularni ayirib tashlashingiz mumkin. Hamma начислениyalar qilasiz, начислениyalar qilasiz. Naloglarni hisoblaysiz. Yomon qarzlarni ayirib tashlaysiz. Daromadlarni hamma shu fakturalarni kiritasiz. Va shunga men nima tavsiya qilaman? U qachon qilinadi? Yoki kvartalli, ya'ni chorakning oxirida qilinadi yoki yilning oxirida qilinadi. Поэтому kattaroq kompaniyalarga meni shaxsiy maslahatim Ramazonga qaramanglar-da, chunki Ramazonda hisob-kitob aniq bo'lmaydi. Sverkali qilinadi. Podradyachiklar bilan, mijozlar bilan, поставщикlar bilan sverkali qilinadi. Ya'ni buxgalteriya bir oy yoki bir necha hafta polni yilni yopadi, O'shanga meni shaxsiy maslahatim, agar sizda kattaroq kompaniya bo'lsa yoki bir nechta kompaniya bo'lsa, zakotni Ramazonda emasda, zakotni yilni oxiriga hisoblang. Lekin yilni oxiri degani bu qamariy yil emas. Bu melodiy yil, melodiy yil 365 kun, qamariy yil 354 kun yoki 355 kun mashtaq bo'lishi mumkin. Xullas 11 kun farq. Поэтому bu yerda zakotni siz shu koeffitsiyentga ko'paytirib to'laysiz. Ya'ni zakotingiz 2,5% bo'lmaydi-da, 2,577 bo'ladi. То есть 0,77 ga ko'payadi. Bu yerda bitta narsani bilish kerak. O'shandan hisoblasanglar, unda sizlarda hisob-kitob aniq bo'ladi. Inventarizatsiya qilingan bo'ladi, sverkali qilingan bo'ladi, начисление qilingan bo'ladi, naloglar hisoblangan bo'ladi. Hamma счетlar, fakturalar inobatga olingan bo'ladi. Поэтому buni meni shaxsiy uni tarqatishingiz, hattoki bir qismini Ramazonga ham qoldirsangiz bo'ladi. Bo'ladi bu narsani qilsangiz ham. Вот. Поэтому tayyor mahsulotdan hisoblaysiz. Uni endi qaranglar. Buxgalteriyada sizda faqat nima? Tannarxi bor, tannarxi. Lekin siz bilasiz qancha ustama qo'yishingizni. Masalan, bilasiz qancha ustama qo'yishingizni. Agar 1,5% qo'ysangiz, masalan, sizda tayyor mahsulotlari sizda nima? Qancha bor? Deylik 100 so'mlik tannarxida bor sizda. 100 so'm tannarxida bor. Lekin siz ustamangiz 1,5 barobar. Bu deganiki, siz tayyor mahsulotni 150 so'mdan hisoblaysiz. Agar siz bilmasangiz, har xil mahsulotlar bo'lishi mumkin. Sizga unga ham yechim bormanda. Masalan, sizda SKUlarning soni, masalan, mahsulotlarning soni 1000 ta bo'lishi mumkin. Mana kosmetika yoki bijuteriya yoki umuman har xil 1000 ta bo'lishi mumkin. Siz nima qilishingiz mumkin? Oxirgi yilda qarang, mana 25-yilda qancha, 25-yilda necha so'mlik narsa sotdingiz siz? Hop, deylik, 1,5 million dollarlik narsa sotdingiz. Uni tannarxi qancha edi? 1 million edi. 1 million. Bu deganiki 500 ming dollar bu yalpi foyda. Bu deganiki sizni yalpi ustamangiz 1,5 barobar, 1,5 barobar. Bo'ldi. Bu deganiki в среднем o'rtacha 1,5 barobar siz tannarxga qo'yasiz. Поэтому agar sizda mana qaraysiz buxgalteriya bo'yicha, buxgalteriyangizga aytasiz, qancha manda bor tayyor mahsulot? Aytadi, 100 so'mlik bor. Bo'ldi, qancha man yalpi foyda? 1,5 barobar chiqyapti. Bo'ldi. Bu 100 so'mlik narsani mana men bitta ko'rsatdim 10 tomonni, tayyor mahsulot 120 so'mlik, 1,5 barobar qo'yib olasiz. Bu deganiki 180 dan hisoblaysiz. Xuddi shunaqa tugallanmagan ishlab chiqarishni ham shunaqa qilishingiz mumkin. 30 so'm bor deylik buxgalteriya bo'yicha, uni ham 1,5 barobar qo'yasiz, 45 bo'ladi. Xomashyolar bo'lishi mumkin. Xomashyolarni ham qanchaga sota olasiz deysiz. Men hozir sotsam, qanchaga uni sota olaman? Deylik, 1/1 koeffitsient bilan 40 so'mlik narsa 44 bo'ladi. 44 bo'ladi va nima? 44. Lekin buni agar umuman bila olmasangiz, uni tannarxidan hisoblasangiz bo'ladi. Agar qanchaga hozir sota olaman deb bilmasangiz, uni tannarxidan hisoblasangiz bo'ladi. Qarang, bu yerda ofis jihozlari deb qo'ydim. Chunki men sizlarga boshida nima dedim? Men aytdimki,
Zakot faqat oldi-sotdi uchun ishlatiladigan mahsulotdan hisoblanadi dedim. Поэтому ofis jihozlari kiradimi, yo'qmi? Yo'q, kirmaydi. Поэтому u ayrilib tashaladi, bu kirmaydi. Поэтому qaranglar, bu yerda sizlarda skladda jami 200 so'mlik mahsulot bor bu tannarxidan, lekin uni bozor narxi 269. Bu yerda 10 so'mni qo'shmayapsizlar. Bu deganiki nima? 269 dan sizlar zakot to'laysizlar. 269 dan zakot to'laysizlar. Mana men bu yerda yozib qo'ydim. Inventarizatsiya o'tkazing, chegirma va aksiyalarni, buzilgan va yaroqsiz mahsulotlarni hisobga oling dedim men. Endi berilgan qarzda qaranglar. Berilgan qarzda tag'in bir marta man sizga aytaman, biznes uchun nima juda ham muhim. 3 xil bor. Qaranglar, agar qaytarilishiga ishonch bo'lsa, zakot qarzining to'liq miqdoridan hisob-kitob qilinadi. Ya'ni sizni mana mijozlar bilan ishlaysiz, B2C bilan ishlaysiz, masalan, yoki umuman B2B ham bo'lishi mumkin. Lekin bilasiz, hamma qaytarib beradi. Unda 2,5% hisoblaysiz. Lekin agar qaytarish umidi bo'lmasa, unda zakot hisoblamaysiz. Men aytganimdek, agar qaytarish umidi bo'lmasa, unda zakot hisoblamaysiz. Uchinchisi, agar shubhali bo'lsa, ya'ni bu yerda, ya'ni yoki qaytaradi yoki qaytarmaydi, yoki qanchadir qaytaradi, qanchadir qaytarmasligi mumkin deb aytsangiz, unda nima qilasiz? Bu yerda ikkita uslub bor. Men sizga ikkita uslub taklif qilyapman. Qarang, birinchisi, agar siz har bir qarzni alohida hisobda kiritsangiz, bunday qarzlardan zakotni mablag' real ravishda qaytarib olingandan keyin to'laysiz siz. Ya'ni men boshida aytganimdek, oddiy odamga hisoblangandek, bu yerda ham agar sizda masalan bir 50 tacha qarzdor bo'lsa sizda, mijozda, ulardan bir 5 tasi qaytarmagan bo'lsa, o'shanda qaraysiz, qachon qaytardi va necha yil o'tdi. Agar 2 yil, 2 ta Ramazon o'tgan bo'lsa, 5% dan hisoblaysiz qaytargandan keyin, shu qaytargan summadan keyin. Bu birinchi uslub. Lekin masalan sizda, masalan, deylik, agar Iman yoki Asaxiy yoki boshqa deylik, Alif bo'lishi mumkin yoki boshqa Taiba bo'lishi mumkin, boshqa platformalar bo'lishi mumkin. Ular mijozlar bilan ishlaydi. Ularda minglab mijoz yoki 10 minglab yoki 100 minglab ham mijoz bor. Ular har bittasini hisoblamaydi-ku. Har bittasini hisoblamaydi-ku. O'shanga nima qilish kerak desanglar, masalan 90 kundan va undan ortiq sizlarga prasrochkadek bo'lgan qarzlarni prosta ayirib tashlaysizlar. Masalan, sizda portfel deydi buni, portfel. Sizda portfelingizda 10 milliard, mana misol keltirdim, 10 milliardlik qarz bor, ya'ni murobaha, ya'ni nasiya savdoga 10 mingta mijozga bergansiz, 10 milliardlik mana zakot sanasiga 10 milliardlik portfelingiz bor, ya'ni 10 milliardlik qarzlar bor sizda. Lekin ulardan 200 million so'mi 90 kundan va undan ortiq muddat уже o'tgan qarzlar bor. Ya'ni prasrochkada 90 kundan ko'p bo'lgan prasrochkada 200 millionlik qarzlar bor. Unda zakotni nimadan hisoblaysiz? 908 milliarddan hisoblaysiz. Bo'ldi. 908 milliarddan hisoblaysiz. Endi zakotga tortiladigan qarzlar qanaqa bo'ladi? Qayta sotish maqsadida sotib olingan tovarlar bo'yicha qarzlar hisobga olinadi yoki xizmat ko'rsatish uchun hisobga olinadi. Xizmat ko'rsatish uchun qarzlar. Lekin boshqa savdo bilan bog'liq bo'lmagan operatsiyalar, ijara, xodimlardan tushum va hokazolar, ular bo'yicha zakot hisoblanmaydi. Masalan, sizlar konstitlar olmoqchi bo'ldinglar yoki boshqa narsa olmoqchi bo'ldinglar, bu oldi-sotdiga kirmaydi. Bundan zakot hisoblanmaydi. Bu ham tushunarli bo'lsa kerak. Endi majburiyatli va qarzda qanaqa chegiradigan majburiyatlar bor? Bundan keyin xudo xolisa o'sha savol-javobga o'tamiz. Tovar va xomashyo uchun kreditorlik qarzlar, tovar va xomashyo uchun kreditorlik qarzlar. Haybullo, mana Xiaomi'ni o'chirib qo'ying. Tovar va xomashyo uchun kreditorlik qarzlarni sizlar ayirishsanglar bo'ladi. Ya'ni tovar yoki xomashyo sotib olish uchun kimdandir qarz oldinglar. Shu kompaniyadan qarz oldinglar, siz unga qarzsizlar hozir. Undan uni ayirasizlar. Uni zakot bazasidan ayirishinglar mumkin. Bu qarzni ayirishinglar mumkin. Bu bir. Boshqa operatsion kreditorlik qarzlar, solig'lar, oyliklar va boshqalar, buni ham ayirsanglar bo'ladi. Masalan, soliqdan qarzlaringiz bor, deylik.
ishchilardan qarzlari bor, ularni ham ayirsangiz bo'ladi. Endi ko'rsatilmagan xizmatlar uchun olingan boneklar, ya'ni faqat xizmatlar uchun, tovarlar uchun emas, faqat ko'rsatilmagan xizmatlar uchun olingan boneklar. Siz kimdandir bonek oldik, avans oldingiz, imni xizmat uchun, agar xizmat uchun bo'lsa, unda ayirasiz yoki lekin tovar uchun olgan bo'lsangiz, uni ayirmaysiz. Tovarlar uchun olinmaydi, chunki уже sotib olingan hisoblanadi. Tovar yoki xomashyo sotib olish uchun olingan uzoq muddatli moliya yoki investitsiya. Masalan, mana siz mana ikirchingiz bor, boshqa naqalar bor, ITFC bor. Ularda yillik masalan xomashyo sotib olish uchun qarz oldingiz. U 2 yil yoki 3 yillik. Uni ham ayirishingiz mumkin, chunki 100% u tovar yoki xomashyoga yo'naltiriladigan qarzlar yoki investorlardan pul oldingizda, именно xomashyo yoki tovar sotib olish uchun oldingiz, investorlardan pul oldingiz. Uni ham ayirsangiz bo'ladi. Endi qaranglar. Agar moliyalashtirish foizli bo'lsa, faqat asosiy qarzini ayirsangiz bo'ladi, foizini emas. Endi qaranglar, mana shunaqa bo'ladiki, siz investorlardan pul olasizlar yoki qanaqadir moliyachilardan pul olasizlar-da, uni nafaqat оборотga deysiz, оборотный kapitalga deysiz, ya'ni aylanma kapitalga deysiz. Bu yerda ham tovar yoki xomashyo sotib olish uchun bo'lishi mumkin, ham ishchilarning oyligini to'lash uchun bo'lishi mumkin, ham biznesni rivojlantirish uchun bo'lishi mumkin. Bular odamlarning ishchilarning oyligi yoki biznesni kengaytirish, bular zakotga kirmaydigan narsalar. Поэтому nima qilishingiz kerak? Masalan, siz $1 million qarz oldingiz. Ulardan primerni hisoblashingiz kerak, primerni qanchasini men именно tovar yoki xomashyo sotib olish uchun oldim. O'sha koeffitsient hisoblaysizda, o'sha qarzni ayirasiz. Boshqasini, qolgan qismini ayirmaysiz. Mana chegirlanmaydigan majburiyatlar qanaqa? Asosiy vosita, bino va inshootlar sotib olish uchun olingan kreditorlik qarzdorliklar, ular ayrilmaydi. Yoki asosiy vosita, uskuna, bino va inshootlar sotib olish uchun yoki biznesni kengaytirish uchun olingan moliya, masalan, murobaha, kredit, lizing yoki investorlardan jalb qilingan pullar, chunki bular nimaga? Bular zakotga tortiladigan mulk sotib olish uchun olingan moliya emas. Va aytganimdek, agar qaysidir tadbirkorlar yil oxiriga hisoblasa, mana shu koeffitsiyentdan hisoblash kerak. Mana shu koeffitsiyentdan 2.575 hisoblash kerak, chunki milodiy yil 365 kun, hijriy yil 354 kun, o'shanga mana shu koeffitsiyentni ishlatishinglar kerak bo'ladi. Endi qaranglar, zakot qanaqa hisoblanadi desanglar, zakot bu nima? Bu stof aktivlardan hisoblanadi. Bu nima degani? Bu deganiki, zakot hisoblanadigan aktivlar, bu pul mablag'lari, oltin, kumush, berilgan qarzlar, investitsiya, biznes aktivlari minus chegirlanadigan majburiyatlar. Bu qarzlar, chegirlanadigan qarzlar, kreditorlik qarzlari va shu qarzlar. Uni ayirsanglar, buni sof zakot bazasi chiqadi sizlarda. Sof zakot bazasi chiqadi. Bu nisobdan oshgan bo'lsa, zakot beriladi, nisobdan oshmagan bo'lsa, zakot berilmaydi. Qaranglar, men spesialni bu yerda qo'shdim. Bu yerga shaxsiy aktivlar ham, biznes aktivlari ham kiritiladi. Ya'ni biznes egalari uchun, ya'ni sizlar o'zingizlarni zakot bazalariga ham o'zingizlarning shaxsiy mulklarni qo'shasizlar, ya'ni uyda bor tillalar, o'zingizlarning shaxsiy investitsiyalar, pullar va biznes aktivlarni qo'shib, ulardan majburiyatlarni yoki qarzlarni ayirib, o'shandan keyin qaraysizlar, zakot bazasi nisobdan oshdimi, yo'qmi? Agar nisobdan oshgan bo'lsa, zakot to'laysizlar, nisobdan oshmagan bo'lsa, zakotni to'lamaysizlar. Ya'ni nima? Shaxsiy boylik plus biznes boylik plus bu zakot bazasi, undan 2.5% bu zakot hisoblanadi. Endi men sizdan savollarga javob beraman men. Oho, savollar ancha ko'p ekan. Tepada birinchi savol Xurshid akadan boshlangan. Assalomu Tepasiga alaykum. chiqsangiz. Nasiya savdo обороты summasi va tijorat maqsadida sotib olinmoqchi bo'lgan qurilayotgan kvartira zakotga tortiladimi va qanday hisob-kitob qilinadi? Nasiya savdo pullari har oy qilinadi, kvartira to'liq summasi yopilmagan, har oy to'lov qilinadi. Qaranglar,
Agar kvartirani nasiya savdo, to есть kvartirani oldi sotdi uchun olgan bo'lsanglar, kvartirani u zakotga tortiladi. Chunki buni asosiy maqsadi nima? Biznes qilish, biznes. Ya'ni uni oldinglar sotib foyda qilish uchun. Lekin sizlarda qarzinglar bor. Buni men hozir aytdim. Bu chegaralangan qarz. Nima? Buni ayrsanglar bo'ladi. Masalan, lekin bu yerda juda ham nuqta bor. Juda muhim nuqta bor. Hozir sizlar masalan sizlarni qarzinglar bankdan bo'lishi mumkin 100 so'm. Ulardan 10 so'm bu protsent, 90 so'm bu asosiy summa. 90 so'mni ayrishingiz mumkin, lekin hozirgi kvartirani narxi sizda, hozirgi kvartirani agar uni sotaman desanglar, u deylik $150,000 bo'ladi. 150,000. Tushuntira oldimmi? $100,000 sizlar qarz olgansizlar, 10 $10,000 deylik. Bu protsenti hozirgi paytga начисленный protsenti 90,000 qarzingiz chiqyapti. Uni ayrsanglar bo'ladi, lekin kvartirani hozirgi bozor narxi, sotiladigan narxi 150. Bu deganiki 150 aktivingiz bo'ladi, minus 90 qilasiz. 60 dan nima? 60 dan zakot to'laysiz 2,5%. Har oy aylanadi. Aylanish sizga farqi yo'q. Aylanishi sizga farqi yo'q. Sizga nima muhim? Boyligim nima mani desangiz bo'ldi. Boyligim nima? Boylik zakot sanasiga hisoblanadi. Boylik qancha bo'lsa o'sha ostatkalar qancha bo'lsa o'shandan hisoblaysiz. Tak, ota-onaga atab ularni zakotlarini to'lasa bo'ladimi? Ular o'tib ketmagan bo'lsalar ham. Yo'q. Ota-onangizni boyligi nisobdan oshgan bo'lsa, ular to'lashligi kerak. Lekin ular to'lashmasa yoki to'lash xohlamasa, siz ular nomlaridan to'lasangiz bo'ladi. Chunki siz to'lasangiz bu sizni o'zingizni, ya'ni yaxshiligingiz bo'ladi. O'zingiz to'lasangiz bo'ladi, ular nomidan to'lasangiz bo'ladi. Lekin zakotni faqat nisobga yetgan va boy odamlar to'laydi. Agar mulkni hisobini aniq chiqara olmasa va gumon nima bo'ldi bu yerda? Nimaga hamma savollar o'chib ketdi? Manda ko'rinyapti. Xolasi o'qib beraman Xondober aka. Yo'q, beraman, yo'q, menda ko'rinyapti. Agar mulkini hisobini aniq chiqara olmasa va gumondan xolis bo'lish uchun yangi mulk hisobi zakotga yetishi yoki yetmasligi gumon bo'lganda ehtiyot shart zakot bersa bo'ladimi? Bo'laman, men ko'rdim, menda faqat Ko'rindi? Bahodir degan aniq bu. Tak, agar mulkni hisobini aniq chiqara olmasa va gumondan xolis bo'lish uchun, ya'ni mulk hisobi zakotga yetish uchun yetmasligi gumon bo'lganda zakot ehtiyot shart zakoti bersa. Qaranglar, bu savol tushundim. To есть odam bilmoqda qanaqa hisoblashi. Ehtiyot shart zakot bersa bo'ladimi? Bu juda ham noto'g'ri narsa. Tag'in bir marta aytganman, boshida aytdim. Zakot bu musulmonni savodini belgisi. Zakot bu sadaqa emas. Zakotni aniq hisoblashingiz kerak. Mana zakotim.uz kalkulyatoriga kiring. Bu juda ham oddiy, juda ham oddiy. Prosta o'sha instruksiyalarni o'qing. O'sha yerda bir 4 ta 5 ta sonni kiritasiz, sizga o'zi hisoblab beradi va mas'uliyatni sizdan oladi. Bo'ldi. Xo'p. Inson yashash uchun har yil shaharlardan uy sotib olgan deylik 5 ta uy bor. Sotish niyat qilinmagan, sotib olinganida doimiy yashaydigan uydan tashqari 4 ta uyni narxini qo'shib mana men aytdim o'sha. Hisoblamaydi. Например, siz uylarni olgansiz, uyni olgansiz, to'g'ri turmaysiz yoki ijaraga berasiz, ijaradan kelayotgan pulli bo'ladi yoki bu kvartiralar prosta ehtiyotlik uchun olingan, keyinchalik bolalarimga qoldirish uchun olingan, bulardan zakot to'lamaysiz. Agar uni faqat oldi sotdi uchun olmagan bo'lsangiz. Masalan, meni kimsada 300 million haqqim bor. 3 yilda berilishi kerak edi. Lekin 3 yildan beri 50 million berdi, qolganini bermadi. Shu holatda 250 milliondan yo'q, men aytdim-ku, zakot to'lamaysiz 300 milliondan. Siz mana sizga 3 yildan keyin berdimi 50 millionni? O'sha 50 milliondan 7,5% to'laysiz. Chunki 3 to'liq Ramazon o'tgan bo'lsa, o'sha 50 million qachon bergan bo'lsa, o'shandan 7,5% to'laysiz, 250 dan to'lamaysiz. Qachon bersa, o'shanda tam hisoblab to'laysiz. Ustozning o'zlaridan webinar oxirida bu savolimizga javob olasiz.
Tak, aksiya va boshqa xil moliyaviy investitsiyalardan qanday zakot to'lanadi? Men buni уже tushuntirdim. Buni tushuntirdim. Investitsiya qancha muddatga ushlab turishni niyat qilib sotish olinsa investitsiya yoki oldi sotdi tovar hisoblanadi. Qaranglar, bu yerda muddatli gap emas, bu yerda niyatli gap. Oldi sotdi men aniq bilaman. Qaranglar, oldi sotdida men endi moliyachiman-da o'zim. E, Investitsiya dunyoni juda ham yaxshi tushunaman, bilaman. O'shanga aytishim mumkin. Oldi sotdi niyatda olingan investitsiya bu faqat oldi sotdiga qaraladi. To есть kompaniyani o'ziga qaralmaydi, uni fundamental tahlil qilinmaydi. Va uni faqat aniq biladi, o'sha texnik analiz asosida tushunadi. Mana hozir sotib olsam, keyin oshadi, sotaman. Yoki chunki это swing trade degan narsalar borda. То есть, например, 2 haftadan keyin sotish mumkin, 1 oydan keyin sotish mumkin, hattoki 1 yildan keyin sotish mumkin, lekin niyat uni oldi sotdi. Investitsiya uchun oladigan investor o'zi biladi. Chunki u batafsil kompaniyani, farmoni, davlatni, e, kompaniyani moliyasini tahlil qilib, ilmni uzoq muddat ushlash uchun sotib oladi. Uni, конечно, sotishi mumkin. Masalan, aksiyani kompaniyani narxi oshib ketdi-da, juda ham rezki oshib ketdi. Sotdi-da, boshqa kompaniyani oldi, lekin niyatida oldi sotdi emas edi. Niyati uzoq muddatida просто narx zo'r bo'lyapti, dahshat bo'lyapti. Qarasa, уже upside, tag'in qolgan davrda katta foyda qilish imkoniyati past, uni sotyapti-da, boshqa aksiya olyapti. Вот. Biznes xizmat sohasida bo'lsa, qanday qilib zakot hisoblanadi? Masalan, men onlayn kurs sotaman, lekin hali qancha sotishni aniq emas. Bu holda zakot hisoblanadimi, yo'qmi? Qaranglar, xizmat ko'rsatishda qanaqa bo'ladi? Xizmat ko'rsatishda zakot ikkita narsadan hisoblanadi. Ikkita narsadan. Bu birinchisi pul, ikkinchisi masalan siz uni xizmatni sotdingiz va sizga odamlar pul qarz, o'shandan hisoblanadi. Bo'ldi. Masalan, siz prodyuserga, web dizaynerga, qanaqadir bir studiyalarga qarzsiz. O'shadan ayirsangiz bo'ladi. Unga qarzsiz, deylik, lekin hali bermadingiz. O'shandan hisoblaysiz. Lekin oddiy qilib aytganda, sizni biznesingizdagi pulingiz va nima? Debitor qarzlari mijozlardan kelgan debitor qarzlari. Shundan hisoblanadi. Agar uy yashash uchun sotib olingan bo'lsa va uy juda ham hashamatli bo'lsa-chi, masalan, o'rtacha uylar 100 ming bo'lsa, bu 1 million bo'lsa, uyning hamma xonalari ham foydalanilmaydi, to'g'ri? Uyni hamma agar men o'z umuman ma'nukini bitta og'aynimga aytib u yaqinda 1100 kvadratli uy qurdi. 1100 kvadratli uy qurdi. Men unga aytganman, shart emas deganman uni qurish. Даже prikol qilganman. Unga prikol qildim, nima dedim? Просто o'zingga GPS qo'ygin dedim. GPS qo'ygin, uyga ko'chganingdan keyin qaragin, o'sha 1100 kvadratida necha kvadratni ishlatyapsan dedim men. O'sha necha kvadratida realni sen yashaysan dedim. U yerda 100-200 kvadratdan ko'p bo'lmaydi dedim unga. To есть GPS qo'ysang, lekin telefonda ko'rsatadi senga qancha qatli qaysi xonalarga kirgansan, qaysi xonalarda yurgansan. Bu deganiki, bu afsuski, endi bu mani, bu odamning shaxsiy psixologiyasi, bu to'g'risida gapirsam, juda ko'p gapirishim mumkin, soatlab gapirishim mumkin, lekin mavzuga tegishli bundan zakot hisoblamaysiz, qanchalik hashamatli katta bo'lsa ham. Значит, agar ijaraga berish uchun olingan uylardan zakot to'lamasa, millionerlar va milliarderlar faqat ijaraga berish uchun ko'chmas mulklar, xullas, anaqa tushundim savolni. Qarang, ijaradan siz to'lamaysiz. Chunki ijaraga olingan mulkdan to'lamaysiz, chunki ijarali mulk sizga tak daromad olib kelyapti. Daromad olib kelyapti u sizga. Masalan, nimaga bo'lmasa aytmaysiz siz menga? Nima uchun asosiy vositalardan to'lashim kerak emas deysiz? Bular mustaqillar deydi. Buni bu meni gaplarim emas. IUFI 35-manimcha shariat standartiga kiring, o'qib chiqing, u yerda aniq aytilgan mustaqillardan, ya'ni ijaraga berilgan mulkdan zakot to'lanmaydi. Bu ham Hanafiy mazhabda, ham IUFI standartlari bo'yicha. Nima uchun? Chunki bu mulk o'zi daromadni yaratadi. Masalan, sizda 50 ta shunaqa mulk bo'lsa, tasavvur qiling, 50 ta mulkdan qancha pul olasiz siz? Albatta, uni juda ham kichkina qismini ishlatasiz. Qolgani yoki pulda bo'ladi yoki to'g'ri tag'in mulkka tikasiz. To'g'ri. Lekin o'sha daromadlardan
qolgan daromaddan to'laysiz siz. Qolgan daromaddan to'laysiz. Daromaddan emas, uzr, naqddan. O'sha zakot sanasidagi bor naqddan to'laysiz. Men uyimni kengaytirish maqsadida sotgan edim, lekin hali boshqa uy olishga ulgurmadim. Oxiri 2-3 yildan beri nisobdan zakot berganman. Uy pulidan tashqari naqd pulim bor nisobda uy sotilgan pulni hisobga kiritiladimi? Qarang, juda ham yaxshi savol, qaranglar. To'g'ri, siz uyingizni sotdingiz, ehtiyoj bilan sotdingiz uni. Sizda ehtiyoj bor, konkretniy ehtiyoj bor, o'sha bilan sotdingiz siz. Lekin pul sizda bor hozir o'sha. Pul bu zakotga tortiladigan mol-mulk. Поэтому o'sha puldan hisoblaysiz, zakotni hisoblaysiz. Siz arenda berish yoki mulk sifatida uy olinsa, u ehtiyojdan ortiqcha bo'lsa, undan zakot to'lanmaydimi? Men уже aytdim buni. Arendaga berilgan mulkdan yoki arenda uchun qurilayotgan mulkdan, mulkni o'zidan zakot to'lanmaydi. Assalomu alaykum. Zapis ma'lum bu swing trade o'rta muddatga uni necha foiz hisoblaymiz? Ya'ni uzoq yo, swing trade o'zi so'zini aytyapsiz. Swing trade yana oldi sotdi. Bu yerda uzoq muddatmi, qisqa muddatmi farqi yo'q. Scalpingmi, soniya davridami? Bu niyat oldi sotdimi 2,5% to'laysiz bundan. Oldi sotish bilan shug'ullanuvchi firmalar 1 yillik обороtining o'rtachasidan hisoblaydimi zakot? Yo'q, qaranglar, men ta'minot aytaman. Оборот bu boylik emas. Оборот bu 1 yilda necha marta sizni mulkingiz aylanishi. Siz nimadan hisoblaysiz? Zakot sanasiga sizni boyligingiz qancha edi? Bu nima? Bu pul, debitor qarzlari, ya'ni mijozlarning qarzlari va zaxira, tovar zaxiralari. Asosiy 3 ta narsadan hisoblaysiz. Bo'ldi. Siz boyligingizdan mana bitta narsani tushunishimiz kerak. Agar siz aytsangiz, men boyman, siz aytmaysiz-ku, men оборот qancha qildim demaysiz-ku siz. Tadbirkordan so'rang, sani boyliging qancha desa, mana biznesim bor deydi. Biznesim bor. Uni примерно hisobi $5 million. Ikkinchi biznesi bor, uni ham $1 million, $6 million. $5 million, masalan qarang, korzinkani deylik, qiymati $200 million bo'lishi mumkin. Lekin обороти $1 milliard, $2 milliard yoki balkim $5 milliard обороти. Men просто aytdim, men bilmayman. Misol uchun 5 milliarddan to'lamaysiz. Siz tushuntira oldimmi, yo'qmi? Yoki havasmi? То есть retail biznes. Yoki masalan deylik, UzCard olasizmi yoki Payme olasizmi? Ular обороти qancha ular? 100 milliardlar, balkim trillionlardir. Оборотdan olmaysiz-ku, maslaga просто mantiqiy tushuntirmoqchi bo'lyapman men. Boylikdan olinadi. 990 tillarni qaysi narxdan hisoblash kerak? Chunki Markaziy bankning olish va sotishni juda yaxshi. Agar siz bizning o'zimiz banklarimizdan olgan bo'lsangiz, bizning banklarimizni O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bank o'zi sotib olish kerak. U yerda spread, ya'ni farqi bor. O'shani hisoblasangiz bo'ladi. O'shandan hisoblasangiz bo'ladi. Men ikkita startapga pul tikkanman. Tikkan pullarim o'sib boryapti, lekin men tikkan pullarimni bir o'tgandan keyin chiqara olaman va aksiyani shu startapni o'zlari sotib oladi. Bu holatda zakot qanaqa hisoblanadi? Qarang, startapni agar siz pul tikkan bo'lsangiz, ancha bilimingiz bor degani, startapni balansini olsangiz, u startapni o'zining xususiyati bor, chunki asosan startaplar nimaga tikadi pulni? Bu business developmentga tikadi, ya'ni programma обеспечениеga, o'sha IT platformasiga tikadi. Asosiy urg'u o'shanga beriladi, biznes modeliga, o'sha traction boshlangandan keyin marketingiga, asosan shularga beriladi. Bu hamma aktivlar zakotga tortilmagan aktiv, chunki hali startapda masalan определенный там raundda bo'lmasa, то есть sotuv bo'lmasa, bu startapni hali nol. Chunki aktivlari nimadan iborat desangiz, aktivlari asosan shu komandani oyligi yoki yaratilayotgan o'sha programma обеспечение bo'ladi. Asosan shu bo'ladi. Bu deganiki, ham programma обеспечение, ham oyliklar, bular hammasi nima?
Bular zakotga tortilmaydigan narsa. Поэтому agar imkoningiz bo'lsa, o'zingiz balansini olingda hisoblang. Agar hali startap sotuvni boshlamagan bo'lsa, unda umuman zakot hisoblanmaydi. Zakot hisoblanmaydi. Chunki sizda hali hech nima yo'q. Lekin sotuv boshlangan bo'lsa, o'shanda mana sotuvdan shu men ko'rsatgandagi debitor qarzlari, tovar zaxiralari o'shanda hisoblasangiz bo'ladi. Вот. Savol: agar milodiy yil oxirida hisoblansa, nisob o'sha yil Ramazon oyidagisi olinadimi yoki nisobni aynan zakot berayotgan oyda qanday aniqlash mumkin? Ramazon oyidagisi. Yo'q, qaranglar, sizlar agar biznes bo'lsa, biznes o'ziga bitta narsani aniqlab olish kerak. Yoki men Ramazon bo'yicha beraman, unda любой paytga kelishi mumkin. Suriladi chunki. Yoki men yilni oxiriga qilaman. Yilni oxiriga zakot hisoblasanglar, unda milodiy yil bo'ladi. Unda 2.577 koeffitsiyentini ishlatasizlar. 2.577. To есть zakot hisoblasa 2,5 ga emasda 2.577 ga ko'paytirasiz. Lekin hijriy yil bo'lsa, bo'yicha bo'lsa, ya'ni Ramazon bo'lsa, unda har Ramazon hisoblaysizlar va 2,5% hisoblaysizlar. Korxona yili oxiriga sof foyda bo'ladi, undan to'lanadimi zakot? Mana bu afsonalardan bittasi. Sof foyda bu boylik emas. Sof foyda boylik emas. Sizlarning boyligingiz, chunki mana qaranglar, sof foyda, mana moliyachi bo'lsanglar, sof foyda nimada bo'ladi? Sof foyda yoki pul bo'ladi, pul shaklida bo'ladi, yoki qanaqadir tovarlar kiritilgan bo'ladi, yoki uni egasi dividend qilib olgan bo'ladi. Dividendi ham yoki uni ishlatib oladi, yoki pul sifatida bo'ladi, yoki qanaqadir investitsiya qilib oladi. Bo'ldi, sof foyda yoki zarar zakotga umuman ahamiyati yo'q. Biznes masalan zarar ko'rgan bo'lishi mumkin. Men zarar ko'rgan bo'lishim mumkin meni biznesim, lekin men mulkimdan hisoblayman. Mulkimdan hisoblayman. Bu sizga dividend solig'i emas. Zakot dividend solig'i emas sizga. Yoki zakot sof foyda solig'i emas sizga. Zakot bu boylik solig'i. Buni tushunishimiz kerak. Zakot bu boylik solig'i. Tushuntirib oldim deb o'ylayman. Imanga o'xshash platformaga yurg'izamiz. Bizda ham investorlar bor, lekin bizda mijoz qarzini to'liq yopganidan keyin tan olinadi. Biznes egasi sifatida hali to'lanmagan qarzdorliklardan ham zakot berilishi tushundim, lekin investitsiyalarchi, ularda ham taxminan keladigan foydani qarang. Bilasizmi, tushundim. Siz bu pullarni platforma sifatida omonat sifatida boshqarasiz. Siz omonatdorsiz. Bu sizning pullaringiz emas. O'shanga ularni ayirasiz siz. Aktivlardan ayirasizda, chunki agar o'z islom moliyasida mana meni kursimni agar olsangiz, men u yerda batafsil pulni to'g'risida tushuntiraman. Pul. Investitsion pulni to'g'risida. Bu juda katta mavzu. Chunki siz buni boshqaruvchi sifatida boshqarasiz. Bu sizni aktivlaringiz emas. Bu investorlarning aktivlari. Поэтому bu portfel ularniki. Ular zakot to'lash kerak. Поэтому bu ancha murakkab mavzu. Agar qiziq bo'lsa yoki muhim bo'lsa, menga o'zimga yozsangiz, men sizga javob beraman, xudo xolisa. Bizga murobihga siryo olib berilgan bo'lsa, murobihani qaytariladigan summasini chegaralanadimi? Ha, chunki mana qaranglar, sizga albatta summa bu chegaralanadi, murobihga olingan bo'lsa, chunki u pullarni уже siryoga kiritib bo'ldingiz. Lekin tadbirkorlik hiyla qiladi, men bilaman buni. Pulni oladi, qisman siryoga kiritadi, qisman o'sha biznes rivojlanishiga, boshqa bizneslarga kiritib yuboradi uni. O'shanga faqat aynan siryo yoki xomashyo yoki tovarga hisoblangan, olingan qismini ayirsangiz bo'ladi murobihdan. Shu. Assalomu alaykum. Yil davomida tikuv mashinasiga yordam qiling yoki biznes boshlashga yordam qiling degan odamlarga ehson o'rniga yil zakotidan deb beradigan bo'lsa, zakot o'rniga o'tadi. Mana men hozir sizlar bilan o'taman, kimlarga berish mumkin? U muhtoj, faqir, miskin, g'orim bo'lish kerak. Ya'ni bo'lmasa bo'lmaydi. Siryoni hisoblanishi yana podrobniyroq tushuntirib bering, iloji bo'lsa. Siryodan
Siryodan qarang, qanaqa hisoblaysiz. Siryoni sotib oldingiz, to'g'rimi? Tannarxi, buxgalteriyada tannarxi turadi. Lekin hozir men qanchaga sota olaman deyishingiz kerak. Mana shu deylik, siz restoransiz. Un bor, go'sht bor, boshqa bor. Qancha почти o'sha narx bo'ladi. Chunki siz yaqinda sotib oldingiz. Siryoni hech kim 1 yil oldin sotib olmaydi. Поэтому o'shanga men aytdim, jek qiyin bo'lsa, shu tannarxdan hisoblayvering. Atak hozir qanchaga sota olaman degan narxdan hisoblashingiz kerak. Chunki bu sizni boyligingiz. Ertaga buni sotib olsangiz, qanchaga men sota olaman degan aniq bo'lishi kerak, tushuncha bo'lishi kerak. Sof foyda ayriladimi? Sof foydadan berilmaydi deb o'qidim. Men уже aytdim buni, buni aytdim. Sof foydani aloqasi yo'q, sof zarari ham, sof foydani ham aloqasi yo'q. Kvartirani oldi-sotdi uchun emas, ijara berish niyatida olsa, kvartira narxidan zakot berilmaydi. Iqtisod qilish niyatida tur paket sotib olingan oldindan, ya'ni skidka berilgan paytda zakot summasiga qo'shamizmi? Tushunmadim. Iqtisod qilish niyatida tur paket sotib olingan oldindan, ya'ni skidka yo'q, siz o'zingiz uchun olgan bo'lsangiz tur paketni bundan hisoblamaysiz, lekin uni sotish uchun olgan bo'lsangiz, qayta sotish uchun olgan bo'lsangiz, bu sizni molingiz hisoblanadi. Bu sizni undan tur paketni qanchaga sotmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, o'shandan 2,5% hisoblaysiz. Bizda mulk oilaviy. Bu holatda zakot qanaqa hisoblanadi? Mulk oilaviy bo'lishi mumkin emas. Mulk, masalan, nima degani oilaviy? Mana bizda ham oilaviy mulk, lekin mulk hammasi meniki hisoblanadi. Ya'ni fiqriy tomondan mulk meniki, ayolimning o'zini mahri bor, o'zini kichkina biznesi bor va o'zini tillalari bor. Uniki, undan o'zi ayolim masalan to'laydi zakotni. Mana aytganimdek bir nechta mulklarim bor. Ulardan men o'zim to'layman, lekin mulkimiz oilaviy, bizning mulkimiz. Har bitta inson o'zi aniq biladi kimni mulkligini. Mulk oilaviy yoki jamiyaviy, men de Sovet davrida yashaganman. O'sha yerda bo'lgan, Sovet davrida bo'lgan. Hozir yo'q unaqa narsa. Hozir kapitalizm davrida yashayapmiz. Yoki hajga borish uchun to'lov qilib qo'yilgan 100%, bu summanichi? Yo'q, hajga borib bu pullardan umuman sizlar to'lamaysizlar zakot. Bu siz haj uchun sotib olgan paketingiz. Sizni umr uchun oldingizmi, haj uchunmi, undan to'lamaysiz. Nasiya savdo bilan shug'ullanadigan biznesda qarzdorlar 100 yoki 1000 dan ortiq qarzdorliklar bor. 3-4 yil oldin to'lanmagan qarzlar ham to'lanadigan holatlar bo'ladi va juda ko'p. Bunda odatda vaqtini hisoblab zakot chiqarish juda qiyin-ku. Qarzlar ko'pligi uchun yechimi bormi? Mana men sizga uni yechimini berdim-ku. Men yechimini berdim sizga. Agar eshitgan bo'lsangiz, usul bor. Agar eshitmagan bo'lsangiz, video recording bo'ladi, ya'ni zapisda bo'ladi, uni eshitsangiz bo'ladi. Men qisqacha tushuntirib beraman. Agar sizda, masalan, siz Nasiya platforma bo'lishingiz mumkin, Rassrochka platformasi bo'lishingiz mumkin. Sizda minglab odam qarz olgan. O'shanda faqat nima qilasiz? 90 kundan ortiq bo'lgan prasrochkani ayirib tashlaydi, o'sha qolganidan zakotni to'lang. Har zakot sanasini shunaqa qiling, bo'ldi. Ya'ni faqat 90 kun va undan ortiq bo'lgan prasrochkada bo'lgan qarzdorlarni ayirasizda, qolganidan zakot hisoblaysiz. O'shanda boshingizni qotirmaysiz. Meni vazifam moliyachi sifatida sizlarga oson yechimini berish. Mana siz mendan ham so'rashganida, mana tovardan qanaqa hisoblayman, qayerdan men bilaman, menda 1000 ta tovar bor. Hammasiga har xil natsinka qo'yaman. Men ularga aytdim, "Пожалуйста, продажani ol, qanchaga sotding ol, qancha tannarxini ol, общий, yarim yil bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi, примерно o'shadan yalpi koeffitsiyentni chiqara olasan, ustamasini, marjasini. O'shani qo'ldi, bo'ldi. Oson narsa. Bizning ishimiz soddalashtirish. Oldindan $1000 pulga qarz olib, ishlatib qo'yilgan, lekin qarz hali to'lab bo'linadi. Lekin qarzni to'lamasdan pulni $1000 dan ortiq qarz chegaralanadimi, yo'qmi? Siz o'sha qarz bo'lsangiz, shu $1000 qarz bo'lsangiz, albatta ayirasiz uni. Albatta, chunki bu o'zi joriy qarz yoki prasrochniy qarz, joriy qarz. Uni ayirasiz. Ramazonda hisoblansa, Ramazonning aynan 1-kuni har yili hisoblanadi, ya'ni bu yil 10-kunida hisoblansa, keyingi yil ham 10-kunda hisoblanadi. Albatta, bir hijriy yil o'tishi kerak.
Bu deganiki siz o'zingizga bitta narsani aniqlashingiz kerak. Bu masalan qaysi agar Ramazonni hisoblasangiz, Ramazonni nechinchisida siz hisoblaysiz? Har yili o'sha chisloni hisoblashingiz kerak. Har yilda o'sha chisloni hamma boyligingizni inobatga olishingiz kerak. Savollar ko'p-ku juda. Tugamayapti. Sherikchilikda biznes qilamiz. Shunda 1,5% to'lanadimi ulushga nisbatan? Qarang, sherikchilikda biznes qilsangiz, sizni o'zingizning biznesingiz bo'lsa, tinchgina zakotni.uz kalkulyatoriga kiring-da, o'sha yerga sonlarni kiriting, sizga aniq chiqarib beradi. Hattoki undan kam ham bo'lishi mumkin. Masalan, sizning biznesingizda ishlab chiqarish bo'lsa, bu deganiki 70% aktivlaringizni, boyligingiz 70% bu 60-70% bu uskunalarda bo'ladi. Tushunasizmi? Uskunada bo'ladi. Qolgani xomashyo yoki zapas, tovar zapas qarzdorlik bo'lishi mumkin, debitor qarzlar bo'lishi mumkin. Поэтому tinchgina siz hisoblang. U yerda biz juda ham bir go'zal ish qilganmiz, chunki u yerda nafaqat siz biznesingizni kirita olasiz, o'zingizni ulushingizni kirita olasiz. Ulushingizni kiritasizda, keyin o'sha aktivlarni kiritsangiz, zakotga tortiladigan o'zi sizga chiqarib beradi. Aniq aytishim mumkin, 1,5% dan kam bo'ladi. Masalan, yoki tashish kompaniyasining yuk mashinalari yoki aviakompaniyaning samolyotlari zakotga tortiladimi? Mana tag'in bu tamoyil. Qarang, logistik kompaniyani o'zini traklari bor. Traklari bor. U uchun nima bu? Trak nima? Bu asosiy vosita. Asosiy vosita. U zakotga tortilmaydi. Zakotga tortilmaydi. Aviakompaniya O'zbekiston havo yo'llarini masalan 50 ta samolyoti bor. 50 ta samolyot bor. U ham tortilmaydi, chunki bu uning asosiy vositasi, Lekin Boeing kompaniya, Boeing yoki Airbus kompaniyani sladki samolyotlari, sotilmagan samolyotlari, u zakotga tortiladi, lekin Boeing kompaniyasi zakot to'lamaydi. Afsuski, to'lasa juda ham katta zakot to'lardi. Вот. Chunki u uchun samolyot nima bu? Bu savdo. Havo yo'llari uchun bu nima? Bu biznes model. U uchun havo yo'llari uchun bu asosiy vosita hisoblanadi. Oddiy odam sifatida zakotni har yili 1-yanvar chiqaraman deb niyat qilsam va men 1-yanvar qoladigan nisob miqdori yetganmi yoki yo'qmi, to'plagan pulimni nisob miqdorini men nisobni o'sha 1-yanvar holatiga O'zbekiston sharoitida qanchaligini qanday aniqlayman? Masalan, men 2027-yil 1-yanvarda nisobni hisoblamoqchi bo'lsam, nisobni qanday aniqlayman? Pulim 100 milliondan 26-yil nisobi bo'yicha baholaymanmi? Qarang, oddiy savol. Agar siz 1-yanvarga qilsangiz, Ramazonga qilmasangiz, 1-yanvar nima deyilgan nisob nima? Bu 85 gram tilla. O'shanda toza tilla. O'shanda internetga yozasiz, internetga. 1 gram tilla bozorda nechi 4-9 1 gram tilla nechi pul? U sizga chiqaradi $150. 85 gramga ko'paytirasiz $150, qanchadir chiqadi. Uni so'mga ko'paytirasiz, mana shu sizning nisobingiz. O'sha endi tillalaringiz, pullaringiz, hammasi o'sha bu miqdordan oshsa, bu deganiki siz boyligingiz nisobdan oshdi. Oshmasa yo'q. Oshmasa bu deganiki siz boy odam emassiz, zakot to'lamaysiz. Chet eldagi mutual fundga qilingan uzoq muddatli investitsiya ham to'g'ri 1.25 dan hisoblasangiz bo'ladi. 1.25 dan hisoblasangiz bo'ladi uni. O'tgan yili $22,000 bor bo'lgan, bunda zakot to'laganman. Hozir 15,000 bor. Shunda zakot bera olamanmi? Albatta, $15,000 bu 85 gram tilladan ko'p. Chunki mana bizda 100 million so'm hisoblangan. 15 ming dollar bu 180 million so'm. Unda 15 mingdan hisoblaysiz. 15 mingdan hisoblaysiz, albatta 2,5%. Faqat undan tilla, boshqa mollarni ham hisoblaysiz. Raslochkaga uy olsa, bitganda arendaga berish maqsadida uyga to'lanadigan qarz puli boyligidan minus qilinadimi? Qarang, masliga aytdim. Uyni o'zini hisoblamaysiz, chunki ijara uchun oldingiz. Ijara uchun, oldi-sotdi uchun emas. Lekin qarzlarni ikki xil bor. Yoki ayirmaysiz, chunki nima uchun siz oldingiz qarzni? Zakotga tortilmaydigan mol uchun oldingiz. Zakotga tortilmaydigan. Поэтому bazaviy ssenariy bu yerda qarzlarni ayirmaysiz. Lekin ulamolar ruxsat berganki, keyingi 12 oy kerak bo'lgan to'lash kerak bo'lgan o'sha to'lovlarni ayirsangiz bo'ladi. Uni faqat asosiy qismini, protsentini emas. Faqat keyingi 12 oyni.
Shu zakot bazasidan. Ayol kishida tillalari bor, lekin hech qayerda ishlamaydi. U uchun turmush o'rtog'i yoki farzand albatta to'lasi bo'ladi. To'lasi bo'ladi. Shunaqa ayol kishi ishlamasa, to'lasi bo'ladi. Yoki o'zi ayol kishi o'zi tillasidan berish kerak yoki shu xo'jayinimi yoki bolalarimi to'lasi bo'ladi.